Assalomu alaykum. VM 110 ga 450 voronkamiz haqida ma'lumot beraman. Razmerlari diametri 110 yuzli trubaning ichiga kirib ketadi. Uzunligi 45 cm, 450 mm. Materiali plastik, flansining materiali metal. Izolyatsiya flans bilan voronkaning orasiga kiradi. Qo'shimcha barashka boltlari bor, ustidan qotirib qo'yiladi. Betonga shu joylaridan krepleniya bersa bo'ladi, teshiklari bor. Montaj davomida ustiga krishkasi yopib qo'yiladi, ichiga narsa tushib ketmasligi uchun. Montaj qilib olingandan keyin listoklar letilib qo'yiladi. Bu ichiga musorlarni, barglarni tushib ketmasligini oldini oladi. Korobkada 5 ta bo'ladi. Korobkaning ichida instruksiyalari bor. Suv o'tkazish qobiliyati 8 litr sekundiga o'tkazadi. Производитель Rossiya. Buni razmerlari 100 li trubaga bor, 150 li trubaga bor. Trubasining uzunligi ham 45 cm bor, 72 cm bor.